Sevgi haqidagi noto'g'ri g'oya yosh yigit o'z orzusidagi qizni uchratganida ajoyib bo'lib tuyulganida ongda ildiz otadi va bu uchrashuvni osmonning o'zi barakali qilganga o'xshaydi. +1 301 760 60 70 raqamiga o'z savollaringizni jo'natsangiz bo'ladi. Shuningdek, unutmang, bizda Alkitab Media internet saytimiz ham mavjud. Bugungi dasturimizning mavzusi esa haqiqat nima, yolg'on nima deb ataladi. Hammamiz uchrashib yoki endi sevgan insonimizni yoki yoqtirgan insonimizni uchratib qolganimizda bizda romantik hissi paydo bo'ladi, to'g'rimi? Lekin ko'pchilik mahalda esa meni bittagina fakt birozgina qayg'uga solib qo'yardi. Nimaga? Chunki yosh yigit va qiz o'ylaydiki, romantik tarzda mana shunday romantik sevgi, his, tuyg'u bizni ertaklarga olib boradi deb. Va nimaga deganimizda biz yoqtirgan insonimizni yoki bizda romantik hislar paydo bo'lganida biz o'zimizning hayolimizda, orzularimizda xuddi bir agar qiz uchratgan bo'lsa, u shahzodamni uchratdim deydi, yigit esa malikamni uchratdim deb o'ylab qoladi. Va mana shunday esa bunday nikoh afsuski uzoqqa cho'zilmaydi yoki aytaylikki bu nikohga ham olib bormaydi. Keling, bu yerda aytib o'tmoqchimizki, mana shunday hislarga aldanmasligi uchun biz o'rganib chiqishimiz kerak. Umuman olib qaraganda qaysinisi haqiqiy tuyg'u yoki aytaylikki bu haqiqatdan ham o'sha men kutgan insonmi deganda. Aziz do'stlar, birozgina mana shunday kichkinagina bir test bo'ladi. Har bir savolga o'zingiz javob berishga harakat qiling. Birinchi savolimiz shunday bo'ladi: ha yoki yo'q degan savol bo'ladi va siz javob berishingiz kerak bo'ladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Sevgi bir ko'rinishda bo'ladimi yoki yo'qmi? Ikkinchi savol: haqiqiy sevgini ishqiy sevgidan ajratish mumkinmi? Agar bir-biringizni sevsangiz, siz bahs qilishga yoki urushishga tayyormisiz? To'rtinchisi: agar biz kechki taomnomani o'zimizni sevgan insonimizga qilayotgan bo'lsak, biz unga qilishimiz shartmi yoki shart emasmi? Beshinchi savolimiz bu albatta agar ikki inson bir-birini sevsa, ularni qiyinchilik, ularning munosabatiga qanday ta'sir o'tkazadi? Yaxshimi yoki yomonmi? Oltinchisi, albatta bu yerda aytmoqchimizki, bu 6-savolga yaxshilab javob berganingiz yaxshiroqdir. Nimaga deganingizda, bu birozgina mushkul savollardan biri. Masalan, turmushga chiqayotganimizda yoki uylanganimizga yaxshiroqmi baxtsiz bo'lib yashash yoki yolg'iz bo'lib yashash yaxshiroqmi? Mana shu savollarga albatta javob berishga harakat qilib ko'ring va o'zingiz mana shu savollarga kelib chiqasiz. Chunki biz ko'pchiligimiz mana shu yosh paytimizda 18-14 yoshligimizda balog'atga yetganimizda ayniqsa sevgi to'g'rida tushunchamiz birozgina noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni biz o'sha mahalda bizda gormonlar o'ynaydi va biz umuman olib qaraganda kitoblarni o'qiymiz, kinolarni ko'ramiz va biz o'ylaymizki, hayotda ham mana shunday sevgi bo'ladi deb. Va biz mana shu insonni uchratganimizda albatta o'ylaymizki, mana shu inson men kutgan inson yoki mana shu inson menga kerakli insonlardan biri deb aytamiz, aziz do'stlar, to'g'rimi? Va bu yerda shunday ham bo'ladiki, ko'pchilikda mana men uni ko'rdim, mening yuragim qalqillab ketdi, yomon urib boshladi. Bu bo'lishi mumkin. Va bu yerda birozgina tushunmovchilik bo'lib qolishi ham mumkin, chunki bu romantik his tuyg'ulardan biri. Bunday holatda, bunday vaziyatda ikki inson bir-biri bilan 24 soat bo'lishini xohlab qoladi. Yomg'ir yog'adimi, qor yog'adimi, bunday umuman ularga farqi yo'q. Ular doimiy ravishda birga bo'lishni istab qolishadi. Va doimiy ravishda ular bir-biri haqida o'ylashadi 24 soatga 7ga. Va bu yerda ikkalasida ham nikoh qurishning savoli doimiy ravishda boshida aylanib yuradi. Xo'sh, aziz do'stlar, biz o'ylaymizki,
mana uchrashuv, romantik hislar o'tdi va bu yerda albatta mana shu siz kutgan kun keldi, to'y bo'lyapti. Onamiz bizdan yashirincha ko'z yoshini artadi. Lekin aziz do'stlar, vaqt o'tgandan keyin ko'pchilik juftliklar, aziz do'stlar, har bir juftlik mana shunday o'tgan. Hattoki er xotin bir-biri bilan bu haqida bo'lishmagan bo'lsa ham, erkakda ham, ayolda ham mana shu savol boshida bo'lgan aziz do'stlar. Men xato qilmadimmi o'zimning tanlovimda deb aziz do'stlar. Chunki bu yerda to'ydan keyin ko'pchilik juftliklar jimlikka o'tib qoladi va mana shu jimlikda mana shu savolni berib o'tadi. Aziz do'stlar, aytib o'tmoqchimanki, bu yerda bu oddiy va tabiiy holdir aziz do'stlar. Masalan, 3-asal oyida siz 3-kunda siz birorta joyga kechki ovqatga bormoqchisiz, birorta chiroyli restoranga bormoqchisiz va sizning turmush o'rtog'ingiz erkak kishi albatta restoranda o'ziga stol zakaz qiladi. Zakaz qilgandan so'ng va bu yerda birozgina mana shunday kichkinagina aytaylikki bahs bo'ladi. Nimaga deganingizda, masalan, erkak kishi, eringiz bir juftlikni aytaylik, kuyov kelinni chiroyli restoranga taklif qildi, lekin kelin esa aytaylikki McDonald'sda tezroq ovqatlanishga shoshilib qoldi va mana shu yerda bahs bo'ladi. Bilasizmi, birinchi 3 yil davomida psixologlar ham buni aytishadiki, birinchi 3 yil bu ikki inson bir-biriga ko'nikish, bir-biriga o'rganish deb aytishadi aziz do'stlar. Chunki bu yerda aynan mana shunday mahalda bu yoshlar oilada kim boshliq, oilada umuman olib qaraganda ular billa endi haqiqatan ham 24 soatga bo'lishadi aziz do'stlar. Va ko'pchilikda yangi kelin mana shu yangi oilaning o'zining ritmiga tushib o'tolmaydi. Nimaga deganingizda, bu yerda kelishmovchiliklarning ham sababi ko'p. Masalan, kelinning uyida boshqacha bo'lsa, kuyovning uyida boshqacha bo'ladi, to'g'rimi? Shuning uchun ham ko'pchilik mana shunday maslahat ham beradiki, bu tajribadan ham kelib chiqsa bo'ladiki, yoshlarimiz alohida yashagani ma'qulroqdir. Nimaga deganingizda, ular bir-biriga tezroq ko'nikishadi, bir-birini o'rganishadi, bir-birining odatini bilishadi. Mana shunday joyda biz yoshi kattalar aralashmaymiz bularning hayotiga. Chunki ko'pchilik aytadiki, yo'q, ota-ona bilan yashashi kerak deydi-yu, lekin men o'ylaymanki, bu mening xulosam va mening mana shunday yechimim deb o'ylayman. Biz ko'proq ota-onalar, har bir ota-ona kelin tomonda ham, kuyov tomonda ham o'zining farzandining tomonini oladi. Har bir aytadi-ku, qarg'a ham oppog'im deydi bolasini deb. Lekin hozirgi mana shu aynan yoshlarimizga kelganda biz haqiqatni bilishimiz kerak. Haqiqiy sevgi qayerda-yu, romantik his-tuyg'ular qayerda aziz do'stlar? Chunki ko'pchilik yoshlarimiz mana shu aldov hislariga berilib, ular kutgan, ular umid qilgan narsalar nikohda paydo bo'lmaydi. Va mana shu yerda esa aziz do'stlar, aytmoqchimanki, bu birozgina qiyinchilikka olib keladi. Bu joyda bu ikkalasi, kelin ham, kuyov ham buni o'zlari yechishi kerak. Va shuning uchun ham psixologlar umuman olib qaraganda ko'pchilik insonlar bu so'rovnomalardan o'tishi kerak. Mana hozir bizda tibbiy ko'rikdan o'tish kerak, mahalladan o'tish kerak, to'g'rimi? Chunki insonlarga bu ikkala yoshga yordam beradi. Haqiqatan ham men mana shunga tanlovim to'g'rimi yoki yo'qmi? Biz tushunishimiz kerakki, haqiqatan ham bu romantik sevgi qanday bo'ladi? Yaxshi, bu haqiqiymi? Men bu nikohda baxtli bo'lamanmi? Men o'sha insonni baxtli qila olamanmi? degan savollarga javob berish kerak. Aziz do'stlar, biz esa mana shunday asnoda bugungi dasturimizni yakunlab qolamiz. To'liq darslarimiz bilan alkitab.media saytimizda tanishib olishingiz mumkin.